Singlim xafa qilib qo'ymayaptimi o'zi? Ko'nglingiz to'ladimi singlimdan? Yomon emas, Xudoga shukr. Ancha yaxshi inson. Endi ko'nglimga qaraydi. Agar ko'nglingiz to'lmasa, o'zimga turing, ko'nglingiz to'ldiradigan qizlardan topib beraman. O'ziga o'xshaganidanmi? Balkim Instagramingizda rosa ko'p qizlar bor ekan-a? O'ziga yarasha endi tanishlar-da, bir ikkita. Men ham sizga yozib qo'ydim. Yo'q. Men telefonim zaryadga deydi, ko'rmayman hali. Uzr. Ko'rganingizda yozib qo'yarsiz. Instagramda o'zaro gaplashib turardik. Endi bilasiz, singlim oldida ozgina xijolat bo'laman. Mayli, men endi bora qolay. Singlim kelmasdan turib. O'tiring. Ozgina gaplashib o'tirardik. Yo'q, odam xijolat bo'ladi-da, baribir. Mayli. Xo'p. O'tiravermaysizmi? Gaplashib o'tirardim. Rahmat, o'zimiz hali o'zaro o'tirarmiz. Aytgandek, uyga bir o'tsangiz bo'lar ekan, anchagina buzilib qolgan narsalar bor edi-da. Bo'ldi. O'taman. Mayli. Singlim kelganim bilmay qo'ya qolsin. Odam xijolat bo'ladi-da. Bo'ldi, ko'nglingiz xotirjam bo'lsa ham bildirmaymiz. Mayli, yaxshi o'tiring. Men sizni uyimda kutaman. Xo'p, sog' bo'ling.